hərfidəki e bu hərfning talaffuz qilinishi mundaq. Endi bu hərfni öz ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Ning ayrim shakli. Misol: halqa. Ning oyog'idan olinadigan shakli. Misol: dehqon. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Halqa harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Dehqon harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuvandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Hashim, Hashim. Sap, Hisob. Horun, Horun. Mehmon, Mehmon. Bahar, Bahar. Mehnat, Mehnat. Horun. Nasriddin apandim bir Horundan so'rabdim. Birodar, hal ahvolingiz qandaqroq? Yomon emas. Tapsam yeyman, topolmasam qanoat qilib yuriveraman, debdi Horun. Amsa siz shahrimizning lol mehtlariga o'xshab qopsiz, debdi apandim.